Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Mana bugun biz Zarux akamizni makonlariga keldik. Bu yer qayerda? Bu yer Samarqand tumani. Samarqand tumani? Samarqand tumani Qarshi okrugi edi. Yangi bozorga yaqin joy. Yangi bozorga. Ha. Akamiz 1 yil oldinmi? Ha, o'tgan yilda. O'tgan 2024-yil Tojikistonga borib, akalari G'ulom akadan qalamchaga borgan ekanlar, avatar qalamchaga o'zlaridan olib kelaman deb olib kelgan ekanlar. O'tgan yili yozda borib akam hosilni ko'rib, o'zi bog'ni aylanib, G'ulom aka bilan ko'rishib, gaplashib, kelishib keldilar. Keyin kuzda kesish paytiga bir partiya bir mashina hammasi Toshkentga keldi. Biz o'zimizga 4000 ta, qariyb 5000 taga yaqin olib keldik o'zimizga. Mana shularni bahorga qalamcha qilib ekib o'zimiz qildik. Koberlarni hamma taniydi gruppaga Yahyobek akadan olganmiz. Yahyobek aka. Vodiydan. Andijonlik Yahyobek. Andijonlik. Yahyobek. Baliqchidan. Ana shu kishidan olganmiz. Koberdan? Koberni. Bu kishi o'sha paytga Koreyaga bo'lganlar. Mana koreyskiy usulga parniklar qilganlar, issiqxona ichiga klubnikayu bir narsalar bor. O'zlari ham hozir ish jarayonidan ushlab oldik bu kishini. Shunga xudo xolasa bular avatar ko'chatlari. Avatar ko'chatlari. 1 yillik ko'chatlar kimga kerak bo'lsa, endi avatar ko'chati uchun falon joyga borish shart emas. Ishonchli ko'chatlar. Sizlar, misol uchun mana Qoraqalpoq, Xorazm, Navoiy, Buxorodan Samarqandga kelishlari shart emas. Mana men bu kishidan olib ketaman. Xuddi shu yerdagi narxi bilan mendan olishlaringiz mumkin. Biz sherikchilikka ishlaymiz hozir Zarux akam bilan. Keyin o'zlariga ham bor Samarqand oblasti shu yaqin joylar. Shu kishini o'zlarining nomerlarini qo'yamiz. Kelib o'zlaridan olib ketishlaringiz mumkin, xudo xolasa. Kimga Kober ko'chatlari kerak bo'lsa, Kober ko'chatlari ham bor. 1 yillik avatar ko'chatlari kerak bo'lsa, avatar ko'chatlari ham bor. Mana ildizlari ham. Ildizlari mana juda zo'r bo'lgan. Mana. Mana. Ajoyib, zo'r. Mana ikkita kurtak bilan akam ikkita kurtak bilan ko'chat qilibdilar. Bitta qalamchani 3 ga bo'lib qo'ygansizmi uni? Ha, 2 ga bo'lib. Ha, 2 ga bo'lib. 2 ga bo'lib qo'yamiz. Koreyadan biror narsa o'rganib keldingizmi o'zimchilik haqida? Ha, o'zimchilikdan shu aslida Tbilisiga qiladi ular. Tbilisiga, Koreyaga ishlab keldilar. Necha yil ketdin? 2 yil bizlar borganmiz, avval 5 yil. Obshi 7 yil. Obshi 7 yil. Koreyadan bizlar shu Baxtiyor aka bilan birga ishlaganmiz. Samarqandlik Baxtiyor aka, avatar uzumchilik gruppasidagi Baxtiyor akaning o'g'illari ekanlar. Birga ishlaganmiz. Biz birga ishlaganlar. Issiqxonani ko'rib, shu yerga tajribalarni olib kelganmiz. Ularning aslida issiqxonaga namlik ko'pligi uchun yomg'ir ko'p issiqxona ichiga qiladilar. Aslida ha, 2 oy oldinroq pishadi ularniki. Koreyaga aslida qaysi navlar uzum navlari ommalashgan? Avatar bilan Shayn Muscat. Shayn Muscat. Avatar bilan Shayn Muscat. Aslida shu Avatar Shayn Muscat. Keyin bor Rubiroman bor, Maysersa bor. Aslida lekin shu Black Sapphire deydi bu. Qora sapfir. Aslida başta hammasi ham payvanddagi Kober bo'lsa kerak, hammasi. Hammasi. Kober ham bor, keyin SOFO bor, keyin 188 kodli bor. Keyin yana bir xil nimasi bor, lekin eng universal nimasi shu Kober 5. Kober 5. Ha, ko'proq hammasidan kuchi zo'r deydi. Payvanddagi podvoylari. Podvoylar. Bitta podvoy bor, hosilni tez pishiradi. Podvoy bor, hosilni katta qiladi. Podvoy bor, ana shu filaksiylarga qarshi. Har xil podvoylar. Har podvoy o'zini xususiyati bor. Isbotlangan, eksperimentdan o'tgan bir nima deydi? O'tganlari shu Kober 5BB da. Bizlarga ko'p. Hamma taraflama yaxshi Kober 5BB. Eng bularning ichida hammasi Kober 5BB. Eng hayratlanganingiz qaysi nimalar bo'lgan kerak?
Ular shu dehqonchiligi juda ham zo'rda. Ular Kuchli, ha? bir 100 yil oldin bizlardan. Ilm bilan yondashadi, har bir bir narsaga ular ilm bilan yondashadi. Ularning nimasi juda ham kuchli. Hayron qolasiz ularning dehqonchiligida. Bizlarniki hali ancha borda. Hozir qarang, o'zimizda uzumchilik sohasidan aytaylik-da, uzumchilik sohasidagi bizani bilan 5 ta eng katta farqni aytib bering. Koreyslarni. Eng katta 5 ta farqda. O'rganishimiz muhim bo'lgan 5 ta farq. 5 ta farq. Birinchi shu dorilarni vaqtiga sepish kerak. Ular pulni aylamaydi. Dorini hammasini vaqt-vaqtiga. U hosili bo'ladimi, bo'lmaydimi? Hosilni hali kurtak ochmasdan boshlaydi ular. Boshlaydi ular. Undan Doğrulashdi. Keyin dori ham organik dori-da. Ular unaqa ximikal ishlatmaydi. Yo'q, ishlatsa ham ularning nimasi bor? Nazorat qiladigan kompaniyalar bor, ularni hamma vaqt nazorat qiladi. Birinchi shu, keyin ular sharoitiga qaraydi. Keyin ular hosil pishgandan keyin sortirovka qiladi ularni. Katta boshlarni ixcham qiladi. 2 kilo kalibrovka. 1 kilo, 1,5 kilo kattaligigacha eng maksimum qo'yadi. Shayin muskatlarini ham ichini hammasini tozalab ichiradi. Shayin muskatni lekin katta gektarlarga bizlarga sal qiyinroq bo'lsa kerak. Chunki juda mayda ish ko'p-da. Qo'l mehnati bizlarga qimmatroq. Keyin u urug'siz qilish kerak uni. Urug'li o'zi asli urug'lik. Asli urug'li. U Roberoman bilan o'xshash-a u? Agrotexnikasi. U asli urug'li, uni urug'siz qildiradi. Ikkalasi ham, yo'q, Roberomanni qilmaydi. Roberoman ham urug'lik. Roberoman ham menimcha nima emas. Shayin muskat urug'lik bo'ladi. Urug'li bo'ladi. Bir marta shu dorini botirib urug'siz qiladi. Urug'sizlantiriladi. Shu koreyskiy dorilar bor. Oti nima uni? Buramazin. Buramazin degan dori bor. Mana bu Buramazin degan dori ekan. Gullaganda, gullab bir dona bir ochilib guldan chiqish arafasi adashmasam, o'sha gullagandan keyin mana shu bir marta mana shundan sepilar ekan. Buramazindan. Keyin mana bu gibrilinga mana bu tokkre dedi. Mana bu gibrilin. Mana bu tokkre dorini qo'shib, aralashtirib 2 marta gibrilin urilar ekan. Shu bilan bo'ldi tamom ekan. Mana bu Buramazin mana shu shayin muskatni donaksiz qilar ekan. Donaksiz qiladigan dori mana shu ekan. Uni O'zbekistonga topsa bo'ladimi? O'zbekistonga lekin men bilmadim. Zakaz qilsa agar yuboradi. Kimga kerak bo'lsa agar. O'yinni 1 gektar yer uchun, misol uchun shayin muskat deylik, 100 ta tup deylik. 100 tup. Yo 1 gektar. 100 tupdan olaylik. 100 tup uchun qancha Buramazin kerak bo'ladi? Necha litrmi? Uni men tozasini bilmayman. Agar kimga kerak bo'lsa agar uni yozgan yerga qo'planib qilib beraman. Buramazinning vazifasi o'sha shayin muskatni urug'sizlantiradi. Urug'lik narsani urug'sizlantiriladi. Keyin uni keyingi ishi nima bo'ladi? Keyingi ishi bosh kaltalanadi, doni kaltalanadi. Doni sal boshdan katta bo'lsa agar ayollar kirgizib, mayda donlarni ichidan terdirib chiqadi. Xuddi rizomatdek shu ishini nima qiladi? Yelkasidan keyin bir ikkita mana olib tashlaydi, tamom. Yerda shu 1 kilo 200, maksimum 1,5 kilo qiladi. 1,5 kilo bo'lmaydi. 1 kilo 200, 1 kilo 300, 1 kilo. Shuna qiladi. Keyin yana gibrilin bilan ishlov beradi. 1 marta, 2 marta ishlov beradi. Hozir birinchisini Buramazin bilan urug'sizlantirildi. Keyin guldan keyin gibrilin bilan ishlov beradi. Kimda nima bo'lsa video bor, videoni beraman sizlarga joylashtirasiz kimga kerak bo'lsa. Qanday qiladi, qanday shayin muskatda agrotexnikasini. Aslida shayin muskat shunaqa. Baribir ko'p maydonga tavsiya qilmaysiz. Yo'q, uni eng tavsiya qilayotganingiz qaysi? Shu ommabop yetishtirilishi oson. Avatar. Yelkasidan bitta ikkita nimani olasiz. Agar kober bo'lsa agar olmasangiz ham bo'ladi. Boqib bo'ladi. Koberni vazifasi payvand taglikda. Mana shu hozir bu avatar bo'lsa, mana shu kober.
Koberda qurdik. Kelasi yil buni payvand qildik. Payvand qildik, bu payvand taglik ketdi. Bu o'zi asli Hasaki. Nima deyiladi o'zi? Yovoy. Hasaki. Yovoy. Yovoy sort bu. Bu uzun so'maydi. Buni vazifasi ulangandan keyingi tepadakisini boqish. O'sha barvaqt pishiradi. Sifatli pishiradi. Keyin filakseradan nima bo'ladi? Tomiri 5-6 metrgacha boradi. Buniki, ha? Ha. Tomiri kuchli bo'ladi. Ildiz tizimi zo'r. Juda ham zo'r. Universal navda. Universal nav bu Kober bo'lsa, ustini avatarga payvand qilinsa, avatarda uzumi ham zo'r, o'sha muzlatgichlarga ham yaxshi turadi, mayizga ham juda ham zo'r bo'ladi. Mayizi qayta ishlansa bo'ladi. Urug'lik uzumlardan afzalliklari buni ham katta, buni ham. Buni olib, buni ustiga payvand qilish kerak. Payvand qilsangiz ham bo'ladi, payvand qilmasangiz ham bo'ladi. Qaysi? Yo'q, avatarga, avatarni shunday, Avatarda o'zini. avatarni shunday o'zini eksangiz bo'ladi, payvand qilsangiz ham bo'ladi. Endi payvand qilsangiz agar natija yaxshiroq bo'ladi. Payvand qilinsa. Boquvchisi, ta'minotchisi zo'r bo'lishi kerak deysiz-da. Shunday. Akalar, mana rekord uzum. Mana shu uzum 50 metr ekan uzunasiga. Mana bu kishi turibdi. Mana oxiri ko'ryapsizlarmi? Mana hozir mana shu joydan hisoblab ko'ramiz. Videomiz tugab qolmasa, mana oxiri boshlandi. Ketdik mashina mana. Mana uzmasdan olib ketamiz, ko'rasizlar hozir. Mana bu yerdan bu tomoni 5 bibi tepasi ketdi. Mana buni qarang. Videomiz minutimiz tugamasa eng rekord uzun. Uzunasi 50 metr. Mana oxirgi nuqtasi. Mana odamlar uzoqda qolib ketdi. Shu samarqandliklar, shu atrofdagilar bemalol mana akani joylariga mana shu nomerlarga telefon qilib kelishlari mumkin. Buni mana bu yerdagilarni biz olib ketamiz. Xorazm, Qoraqalpoq, Navoiy, Buxoro bizga yaqin joylar. Bu yoqqa kelib bu kishini qidirib, shuncha yo'l bosib kelish shart emas. Biz olib boramiz sizlar uchun. Avatar Kober ko'chatlari bor endi o'zimizga.